Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Tarxat Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutlug' bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozul Alilri o'zining orzuliq qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshonzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Quyosh edirlar to'pisidan amdili o'rlab chiqqan bo'lib, gul giyohlari yaproqlaridagi shabnamlar texi qurimagan edi. Qutatmish kigiz uyga kirganda otsi Botasun buqa qatqas silingan kala va qo'y terilarining ustida jayniki bilan yo'g'on takiyiga tayangan holda qiyshiyib o'ltirardi. U yalangbosh bo'lib, oqargan uzun sochlari paqpiyib, qalaymaqan chechilib turardi. O'ng beqinidan izmilanadigan, ko'nrab rangi o'ngib ketgan tovar chapanining yoqisi echib etilgan. Chiroyi bo'lsa, to'limi sulg'un ko'rinadi. Gel, o'ltirgan Qutatmish. Qutatmish yaqin kelib, kigizga yugunib o'ltirdi. Kiyik olab keldim. Hozirli so'yib kavob qilay. Kiyik go'shi sizga foyda qiladi. To'xtab tur. Avval gapimga quloq sol. Savdigarlardan bir tonishim bor. U seni o'z karvoniga qo'shib olishga ma'qul bo'ldi. Shunga tayyorliqni bitirib ol. Lekin ota siz bo'ldi ortiq gap qilma. Shular bilan yo'lga chiqsan. Tayyorlab qo'ygan ot va egar jabduqlarni changanga opirib setib, obdanroq yipak raxtlardan epkagin. Ko'zimning ochiq vaqtida Inachik tayga to'yliq topshirib, adar qiz bilan ishkonlarning to'yinglarni qilib o'tay. Ota, bizda aran 10 ot bor. Buningga qanchalik mol tegishkini bo'la? Qanchalik bo'lsa-mi epkagin. Sen qaytib kelgicha, men bu yerdagi harvullarimizni yana bir necha otga tegishib qo'yaman. Endi harvullarning bizga keragi yo'q. Sen harvukashlik qilishni xohlamaydi ekansan. Ko'prak milimiz, dasmoyimiz bo'lsa, shu so'g'dilardek savdigar bo'lsam deyman, ota. O'mi bo'p qala, o'g'lim. Sen boshda changanga bir berib ko'rib kelgin. Ko'pni ko'rgan, ko'pni bilar degan gap bor, o'g'lim. O'g'il bola safarda chiniqish kerak. Ma'qulamsa, aytqiningizda qilay. Botasun buqa o'g'li bilan paranglashib, ko'rinarlik tetiklashib qoldi. U amdi takiyiga tayanmasdan chaza qurib tik o'ltirdi. Uning ko'zlarida boshqacha bir xil jonlanish ifodasi ko'rindi. Menga qara Qutatmish. Men ilgari shahar qurish to'g'risida ko'p o'ylangan. Ko'kturklar davrida men bu o'ylarimni o'zmish qag'inga aytgan edim. U meni tillab qo'g'lab chiqardi. Keyin Uyg'ur xalqiga tiklanganda ko'l belga qag'anning oldiga kiribmi, yana shu orzuyimni aytdim. U meni qo'rqitmagan bo'lsa-mu, bu vaqtdagi gaplarimni anglashni xohlamadi. Al-yurt ichida ba'zilar meni mazoq qilishdi. Ba'zilar bo'lsa, ota-bobolarimiz qilib boqmagan ishlarni qilaman deyapsan. Urf odatlarimizni bozmoqchi bo'lding deyishib meni ayblashdi. Hatto ba'zilar meni xoin, munofiq deb
dushmanlik ko'zida qaraydigan bo'lib ketdi. Toki hozirgacha shu sababdan bir muncha kishilar meni o'ch ko'radi. Mengo shaharlarni ko'rib boqmagan. Shundaqdimi, sepil so'qib, mustahkam uylarni solsa, buni nima yomoni bor deb o'ylayman. Bu tasun buqan texmi jonlanib, xuddi biri uning bilan munozirlashayotgandek qizib ketdi. Burunqilar qilib boqmagan ishlarni qilishga bo'lmaydi degan gaplarga men qoyil bo'lmayman. Lekin ko'nglimdagi shu ishlarni qila olmadim. Bundan keyinmi qila olmaydigan o'xshayman. Qayerdim, kuch mag'durum yildan yilga xo'rab ketyapti. O'g'lim Qutatmish. Mening bu orzuyim yodingda bo'lsin. Janganga borsang, shaharning naqadar yaxshi bo'ladiganligini ko'rasan. Imkoniyat bo'lsa, sepil so'qib, xish-kesaklarda uy silish hunarini o'rganib olasan texi. Bizning odamlarimizmi ozoda kesak uylarda o'ltirsa, qandoq yaxshi bo'ladiganligini o'z ko'zlari bilan ko'rsa, johilligini tashlab, bizning tashabbuslarimizga qo'shiladi. Aytganingdek qilaman, ota. Bo'ldi. Amdi yo'lga tayyorlik qilgan bolam. Qutatmish otasining yenidan chiqib etig'i mendida ancha yiroq bo'lmagan qarag'ayliq tog'dan o'tib, Inachuktoyning kigiz uyi joylashgan o'tloqqa bordi va suzmidan qurt yasab, tovoq va tangnilarga tizayotgan odar qizni qo'l ishorati bilan chaqirdi. Ular ikkisi tog' gullari qoplab ketgan xilvat bir joydagi do'ngning tubida o'ltirib so'zlashdi. Qutatmish at saharda yo'lga chiqadiganligini aytib, suyimli qiz bilan xo'shlashdi. Adar qiz uningga talmirib qarab, yolg'irgan siyoqda murojaat qildi. "Asli shu yerga bormasangmi bo'ladi, Qutatmish? Borsangmi kechikmay qaytib kelgin. Cho'qim tez qaytib kelgin, tezroq." Albatta shunday qilaman, Adar qiz. Ishlarimni tugatib, darhol qaytib kelaman. Tez qaytib kelishga sendan bakrak oldirayman. Oxirgi so'zlarni Qutatmish kulib turib aytdi. Lekin Adar qiz kulmadi. U bakli parishon edi. "Sening ketadiganligingni o'ylasamla, ko'nglim buziladi. Axsham kechichi qarib esib uxlay olmadim. Bugun atigandan beri qopqim tartib ketyapti." Hech vaqasi yo'q, Adar qiz. Xotirjam bo'l. Ko'nglingni to'xtat. Men qaytib kelganda ishimiz yana xushal-xuram ko'rishimiz. Hech nima bo'lmaydi. So'g'di savdogarlari hamisha uzun safarlarda kun o'tkazadi-ku. Men shulardek savdogar bo'lay deyman. Keyin ishimizning kunimiz boyashachilikda o'tadi. Mening otammi umr bo'yi harvikashlik qilib bormagan yeri qolmagan. Hech nima bo'lmadi-ku. Ular shu tariqada ayrilishga ko'zi qiymay so'zlashib o'ltirib, uchinchi bir odamning o'zlarini xufiyani ko'zitib turganini sezmadi. Bu uchinchi odam xeyli burilla Qutatmishning kaynidan marab kelgan edi. U etini edirliqdagi bir chatqalliqqa yoshirib qo'yib, o'zi yigit bilan qiz o'ltirgan yerdagi do'ngning kayniga o'g'irliqcha kelib mo'kinib olgan edi. U quloqlarini ding tutib tinglab boqqan bo'lsa-mu, Qutatmish bilan Adar qizning tutuq ovozini anglay oldi. Ammo ularning sodi nima deyishayotganligini farq etolmadi. Uning ko'zlari bajoyidagi bo'kanga etilmoqchi bo'lib turgan qoplonning ko'zlaridek dahshatli chaqnab ketdi. O'ng qo'li kang tasma kamariga esilgan po'lat xanjarni ching siqimlab g'ilobdan sug'urib oldi. Uning tishlari g'uchirlab ketdi. Shu asnoda Qutatmish bilan Adar qiz o'ltirgan yerdan turishdi. Yiliqi uchinchi odam, "Ular endi nima qiladi ekan?" deganda qilib texmi jiddiylashdi va ixtiyorsiz turda bo'ynini so'zib qaradi. Yigit bilan qiz bir-biriga yepishdi, quchoqlashdi. Ondan Qutatmish etig'i minib tog' tarafga yo'l oldi. Adar qiz bo'lsa o'z uyiga qaytdi. Yiliqi uchinchi odam yugurib berib etig'i mindida Qutatmishning kayniga tushdi. Qutatmish etini yo'rg'ilatib edirlar orasidan o'tdi va o'z uyi bilan Adar qizning uyini ayirib turgan qarag'ayliq tog'ning bag'riga yaqinlashdi. To'satdan u orqasida kelayotgan otning tuyoq tevishlarini anglab, kayniga burildi. Bu siz ekansiz-ku.
Heliqi 3-chi odammi yaqin kelib to'xtadi. Qut bo'lsin. Heliqi odam salomga salom qaytarishning o'rniga so'g'uq kulib qo'ydi. Meni tanidingmi? Qutatmish ajablangan va o'ng'aysizlangan holda uningga qarab qoldi. Qora burutliq, qora ko'zlari chaqnab turadigan bu odamning chiroyida hech qanday do'stona kayfiyat ko'rinmaydi. Qutatmish kishilarning bundoq muomalasini ko'rishga odatlanmagan edi. Bu kangri yayloqlarda, egiz tog'larda mol beqib chorvachilik qiladigan, bo'sh vaqtlarida o'qiya etib o'chilik qiladigan oq ko'ngil kishilar yo'l ustida uchrashib qolsa, o'zaro qizg'in, do'stona muomalada bo'ladi. Biror odamning qiyinchiligini ko'rsa, to'niydigan, to'nimaydigan bo'lishidan qat'iy nazar, qo'lidan kelishicha yordam qiladi. Arg'an ochgan yo'lovchilar kelib qolsa, uyiga boshlab, nemisi bo'lsa, shuning bilan mehmon qiladi. Xushal bo'lsa-mu, xafa bo'lsa-mu, ichidagini yo'shirmay, tuz ko'ngillik bilan daverdi. Qutatmish ana shunda qalol yashaydigan mehribon kishilar orasida o'sib yetilgan edi. U yo'l ustida uchrashib qoladigan kishilarning bundoq kinoyalik so'g'uq kulishlarini texi ko'rib baqmagan edi. U ko'nglida ranjigan bo'lsa-mu, qaramoqqa mendan bir necha yosh cho'ngdaq qiladi deb o'ylab, yanala uning hurmatini qildi va uning boyiqi savoliga adab bilan javob qaytardi. Tonidim. Siz Inachik tog'amning uyida mehmon bo'lgan ekansiz. Gaping to'g'ri bo'lmadi. Men o Inachik toyning uyida mehmon bo'lgan, lekin seni men u yerda ko'rmagan. Biz sening bilan heliqi chatqonlikda ko'rishgan. Sen Inachik toyning qizini aldab opirib olgan chatqonlikda. Hey, og'zingga beqib gap qil. Adar qiz bilan ikkimizning munosabatimizni tilga ilishga haqqing yo'q. Mening kimligimni bilmaydigan o'xshaysan. Bilib qo'y. Men Masmadar. Mening ismimni anglasa, qo'tas ko'tarib bosadigan polvonlarmi titrab ketadi. Senmi bilib qo'y. Menni qo'tasni ko'tarib bosadigan polvonlar yo'lsizlik qilsa, bosh egib turmayman. Lekin bugun men hech kim bilan jidallashishni xohlamayman. Chunki at saharda uzun safarga chiqaman. Masmadar o'pcho'risiga ishtik ko'z yugurtib, hech kim yo'q ekan. Buni mushiyadala joylab o'tay degan o'yini ko'ngliga pukkan edi. Biroq Qutatmishning oxirgi so'zlarini anglagandan keyin qarorini o'zgartib, o'rini besib oldi. Uning boyiqi qo'polligi tuyuqsiz o'zgardi. Safarga chiqaman damsan? Nega borsan? Nemish bilan? Chonga tijorat ishi bilan boraman. Mundoq degan, yaxshi ish ekan. Xayr, xo'sh Masmadar. Xo'sh Qutatmish. Qutatmish etini devetib, o'z yo'liga mangdi. Masmadar bir asnogacha xiyol surib turib qoldi. Ondan bir qarorga keldi bo'lg'ay, o'tiklarining o'kchillarini etining beqillariga qattiq niqtadi. Ola ot chapchib qo'zg'aldi-da, quyundek uchib ketdi. Masmadarmi o'z turalg'usi tarafga yo'l oldi. Aytgandek, atsa atiganda Qutatmish tog'or, tugun va to'rsiqlar ortilgan 9 otni oldiga selib turalg'usidan ayrildi. Janubga mangadigan karvon yo'liga kelganda, u cho'ng bir savdo karvoniga qo'shildi. Ot va tugilar sap tortib tizilgan holda o'tayotgan tog'lardan yiroqlashib, kang dalaga ichkirlab mangdi. Karvon egasi yashangan so'g'di savdogar, yonlarga qilich xanjarlarni osgan 10 necha qo'riqchi chavandoz va xuddi shundoqlik qilich xanjar bilan qo'ranlangan Qutatmish karvon ahlini tashkil qildi. Halbuki ulardan hech kim karvonni yiroqdan xufiyani paylab kelayotgan bir kishini payqamadi. U payloqchi yanala oshu Masmadar edi. U taki karvon ufuqsizqiga yaqinlashguncha indamay qarab turdi. Ondan etining beshini keyniga burdi. Bu qaroqchilar otamani o'z turalg'usiga qaytib kelgandan keyin qo'l ostidagi 20 necha otarman choparmanni oldiga chaqirdi. Nars keraklaringlarni yig'ishtirib tayyor bo'linglar. At safarga chiqamiz. Sarkartonli qoyatiga odatlanib ketgan kolli kesarlar bu buyruqni anglab xushalligidan sakrishib ketdi. Vah, endi yayraydigan bo'ldik.
Kala beqib, süt sağıdığan xotunlardek bekar o'tirib, put qo'limizmi bo'shib ketgili turgan edi. Endi qafasdan qutulgan qushdek erkin parvoz qiladigan bo'ldik. Necha vaqtdan beri har tog'da quyoshga iltijo qilib, ko'k tangridan bizni kang dalaga qaytirishni tilaganligimiz bekor ketmabdi. Yaysin kang dala! Yaysin cho'ldagi bo'ron! Qaraqchilar qaqoqlab kulishdi. Shodliqini namoyon qilib, bir-birlarini mushtlashdi. Maydillarini kang echib o'tib, qon hidini olgan yirtqichlardek varqirab, huvlab talvalashdi. Masmadar aksicha lom-jim demasdan ularga xiyolchan ko'zlari bilan birdam qarab turgandan keyin orqaga burilib, o'zining chiroyli oq kiygiz uyiga kirib ketdi. Uning ko'ngli parakanda edi. U eyiq va tulki terilari silingan kat ustiga o'ltirib baqdi. Yetib baqdi. Biroq o'ltirg'isimi, yotqisimi kelmadi. Yana o'ri qo'pib, kigiz uy ichida uyoq bu yoqqa mangdi. Uning ko'zlari oldiga birdam qutatmish, birdam odar qiz kelib oladi. Odar qizni qo'lga keltirish uchun qutatmishni yo'qotishim kerak, deb o'ylaydi u. Masmadar odar qizni bir ko'rishdilar oshiq bo'lgan edi. U endi uy o'chaqliq bo'lib, jinoyatlik o'tmishdan qo'l uzib, tinch turmush kechirish istigi bilan mushu yerga kelib o'ltiraqlashgan edi. U necha yillardan beri bulab talab to'plagan mol dunyosi bilan to'qchilik, boyashachilikda kun o'tkazmoqda edi. Uning ot, kala, qo'ylari bor. U xuddi cho'ng bayladek oq kigiz uy silib oldi. Umuman hamma jihatdan aytgandimi, hech kimdan qilishquchiligi yo'q edi. Faqat bir masala uning ko'nglini yerim qilib turardi. Ya'ni u o'ziga tuzukroq bir loyiq topolmay yurardi. U tasodifiy Inachukdayning uyida mehmon bo'lib, o'z baxtini topgandek bo'lgan edi. Afsus, uning baxt yo'lida Qutatmish ismli raqib to'salg'i bo'ldi. O'ylab shu yerga kelganda Masmadar xuddi hirib ketgan odamdek cho'nqur o'q tortib tanglamatga o'ltirdi. Uning ichki dunyosida xuddi shamanlar aytgandek yaxshi ruhlar bilan yomon ruhlar o'zaro kurash qilmoqda edi. Odar qiz menga yiqib qolganligi uchun Qutatmishni o'ltirishim kerakmi? Masmadar o'ziga o'zi savol qo'yadi. Bu ishda Qutatmishning nima gunohi bor? Agar odar qiz menga unimasa, boshqa bir qiz topsam bo'lmamdi. Masmadar qancha o'ylasimi, natijasi birla bo'lib chiqadi. Odar qizdan boshqasi bo'lmaydi. U jazman odar qizni qo'lga keltirishi kerak. Lekin odar qiz Qutatmishdan boshqasiga unimaydi. Buni Masmadar tushunib bo'ldi, bilib bo'ldi. Demak, Qutatmishning yo'qolishi shart. Uni bu yerda o'ltiribsam, hamma xalqning mendan gumon qilishi turg'anli gap. Chunki men bu yerga musofir. Uning uzun safarga chiqqani pek yaxshi bo'ldi. Agar karvon bu yerdan yiroq yerda hujumga uchirsa, hech kim mendan gumon qilmaydi. Masmadar o'rnidan turdi va yana beshi qotgan holda uyoq bu yoqqa mang'ala turdi. U asli otarman choparmanlarni o'zi boshlab berib, odamzodsiz cho'lga borganda Qutatmishni o'z qo'li bilan joylab o'tishni o'ylagan edi. Lekin hozir u bu qaroridan yondi. Yo'q, unda qilsam, bu yerdagilar baribir mendan gumonlanadi. Ams qanday qilishim kerak? Masmadar oq kigiz uydan sirtqa chiqdi va qo'l ostidagi odamlarni yana chaqirdi. Bu yoqqa kelinglar, tez bo'linglar. Otamonning buyruqlariga ko'nib ketgan qaroqchilar darhol taraf-tarafdan yugurib kelishdi. Gapimga quloq solinglar. Atiganda sizlar safarga chiqsizlar. Men bu yerda qolaman. Bugun yurib ketgan heliqi savdo karvonini ko'rgansizlar. Shu karvonni qo'g'lab yetib, heliqi Qutatmish deganning jinini olasizlar. Uni tanimsizlar? Taniymiz. U texin necha kunning oldida mushu o'rmonda o'q qilib qaytib ketayotganda uni bizga ko'rsatib qo'ygan edingiz. Uni hech kimga to'ydirmay joylatishning amali bormi deb biz bilan maslahatlashgan edingiz. Shundoq. Uni bu yerdan yiroqqa borganda, enisjin ko'rinmaydigan cho'lga borganda joylatinglar.
Onu kim o'ltirvasa, shuningga cho'ng mukofot beraman. Masmadarning muddasi va qaroqchilarga topshirgan vazifasi aniq bo'ldi. Atsi tong yurishi bilan 20 necha qaroqchi yollarga qilich va sadoqlarni esib, xillangan arg'amoqlarga minishda bir kun burun yurib ketgan karvonning iziga tushib mangdi. Masmadar o'zining oq kigiz uyining oldida g'olibona qiyofatda turib, ularni uzitib qo'ydi. U o'z yinida faqat ikkili qaroqchini ilib qoldi. 3-bob dalidagi to'qinish. Bütün tog' va dalilari yeshillik dunyosiga aylangan yoz kunlarida Orxun daryosi tabiatning go'zalligiga go'yoki yana qandoqdir dillarni mahliyo qilguvchi tangdasiz sehriy go'zallikning qudratini qo'shib turadi. Tashdan tashqa so'qilib, sho'x o'ynab yiqayotgan suzuk suvga qarasa, odam kishilik dunyodagi g'am qayg'ularni unutib, bajoyiki qanot chiqarib parvoz qiladigandek yeniklik his qiladi. Daryo bo'yiga tanglamat va gilamlar kang yeyilgan. Ularning ustiga eyiq, tulka, qo'tos terilari selingan bo'lib, bu so'rinda Bayonchur al-Atmish belgi qolgan o'z yiqinlari bilan ko'ngir-mo'ngir paranglashqach, g'izolanmoqda edi. Ular atrofdagi go'zal manzara va saf havodan huzurlanib, o'tiridagi dasturxonga kumush liganlarda qo'yilgan qo'y go'shi va g'oz kavoblarga eg'iz tegib, chang'andan keltirilgan jonon chinilarda qimiz ichishmoqda edi. Mo'shundoq yaxshi kunlarda chedir ichiga bekinib o'ltirib g'izolansam, demim siqilib ketgandek bo'ladi. Deydi Bayonchur qolgan. Ochiq o'tloqda erkin ozoda o'ltirganga yetamdi. Shundoq. Deb uning so'zlariga qo'shiladiganligini bildiradi so'ringa jam bo'lganlar. Ko'pchilikning kayfi chog' edi. Faqat qog'onning o'ng yonida o'ltirgan Inanchu To'nbaga tarqalla umumiy parangga aralashmay, qo'lidagi janonchiniga qo'yilgan qimizni oldirmay, bir ishga o'tlab qo'yib, sukut qilmoqda edi. Uning bu xil o'ychan qiyofati qog'onga yoqmadi bo'lg'ay, u so'rin ishtirokchilarining bu yil yozning yaxshi kelganligi va to'l qo'linlarning ko'ngildagidek ay bo'lib, chorva molning obdan ko'payganligi haqidagi ta'sirotlarni anglashni qo'yib xitob qildi. Nima bo'ldingiz, Bag'a Tarqon? Bizning suhbatlarimiz sizga yoqmay qoldimi yoki dilingizga orom bermayotgan g'am tashvishlaringiz bormi? Inanchu To'nbaga Tarqon bu ushtumtut xitobni anglab, xuddi cho'chib uyg'ongan odamdek ishtik beshini ko'tardi. Tabg'ashlarning yurtlariga qechib ketgan ko'kturklarning qilmishlarini doim o'ylaydigan bo'lib qoldim. Ular hadisalar kuch to'plab, bizning qorovulxonlarimizga, karvonlarimizga hujum qilib, parokandachilik silavotsa, biz qo'l qo'yishtirib qarab o'ltiramdoq. Ras, to'g'ri gap. Bayonchur qolganmi xiyol surib qoldi. Shundoq. Ko'kturklarning ko'p qismi bu yerda qilib tirikchilik qilayotgan bo'lsa-mu, yana bir munchilari bizning boshqarishimizda turishni xohlamay, tabg'ashlarning yurtlariga ko'chib ketdi. Ular ko'chib ketish bilan qanoatlanmay, boshqa toifadagilardan askar ilib, kuch to'plab, xalqimizni og'dirib o'tishni qasdlayotdi. Bayonchur qolgan beshini ostan ling'ishitib, uning so'ziga qo'shiladiganligini ifodaladi. Bag'a Tarqon so'zini davomlashtirdi. Biz vaqtni keyniga so'zmay, darhol unumli tadbir qo'llanib, ko'kturklardan keladigan yoshirin ofatning oldini olishimiz kerak. Orada bir hozirgacha jimjitlik hukm surdi. Ko'pchilik bu fikrning to'g'riligini tushunib tursa-mu, qolgan buningga nima deydigan deb sukut qilishdi. Oxir qog'onning so'l yonida o'ltirgan cho'ng xonzoda qutlug' yopqu ig'iz ichib jimjitlikni buzdi. Zodi qandoq tadbir qo'llanishimiz kerak, danishmand Bag'a Tarqon? Unumli tadbir deyishda nimani ko'zda tutyapsiz? Inanchu To'nbaga Tarqon odati bo'yicha oldirmasdan bir pas o'ylab olib javob berdi. Ko'kturk xalqi og'dirilganga hozir 10 yil bo'lib qoldi. Bu jarayonda ular qaytadan birlashib,
qo'shin tashkillab bizga qarshi ig'vogarchilik harakatlarini qo'zg'ashga boshladi. Moshundoq ketaversa, ular oxir bizning beshimizga balo bo'ladi. Shunga hozirdan boshlab ularning ig'vogarchiliklarini to'sish, ularga qarshi jazo yurish qilishimiz kerak. Lekin ular hozir tobg'ashlarning homiyligida turyotidi. Biz jazo yurish qilsak, tobg'ashlar bizga qarshi chiqishi mumkin. deb e'tiroz bildirdi oqsoqol to'rilardan biri. Bog'a Tarqan uningga o'ychan ko'zlari bilan bir qarab qo'yib, yana tamkinlik bilan so'zladi. Tobg'ach ordisiga elchi avatib, ahvolni tushuntirishimiz kerak. Meningcha, tobg'achlar bilan kelisha olamiz. Cho'ng Xonzoda Qutlug' Yobg'u o'zining tezligi va hech qanday odamdan yiqmaydigan chustligi bilan uning so'zini bo'lib-o'tdi. Yo'q. Bu gapingiz qamlashmadi, Bog'a Tarqan. Hozir bir munch ko'kturuklar tobg'achlarning ordisida mansab tutib xizmat qilyotidi. Tobg'achlarning bir munch qo'shinlardimi, yana ko'kturuklar qo'mondonlik qilyotidi. Ana shu qo'mondonlar bizga qarshi ig'vogarchilik qilishyotidi. Shundoq turib, biz tobg'achlar bilan bu haqda qanday so'zlashimiz, ha? So'rin ishtirokchilari g'ulg'uli qilishdi. Ba'zilar Qutlug' Yobg'unning so'zini quvvatladi. Rostaydi. Bu undaq oson ish emas. Yana ba'zilar tanqislikda qilib bir-biriga qarashdi. Hay, ahvol murakkab. Bir nima demak tasjimi? Yana ba'zilar un chiqmasdan Qog'onga qarashdi. Bayanchur Qog'on ko'pchilikka bir qo'ri ko'z yugurtib chiqib, mundaq dedi. Bizning odamlarimiz Chang'an va Loyanga pat-pat berib turyotidi. Ularning ma'lumotlaridan qaraganda, ko'kturuklarning bir qism sang'ullari tobg'achlarga askilik qilg'ili turibdi. Tangshanzon Qog'on ularning besimidan qutula olmay qiyin ahvolda qoldi. U qonun tuzumlarga bo'ysunmay, o'z beshimchilik qiladigan bir qism sang'ullarni Ostonidan yiroq joylardagi va chegara rayonlardagi qo'rg'onlarni qo'g'dashga avatibdi. Ishqilib, podshoh Tangshanzon ko'kturuk sang'ullarini o'rdadan yiroqlashtirg'ili turibdi. Shuning uchun biz tobg'achlarning qo'llashini qo'lga keltira olamiz. Qutlug' Yobg'u bu suhbatdan zerikkanligini bildirib, beparvolik bilan qo'lini bir silkib qo'ydi. So'zlashavringlar. Men ishqilib jazo yurishni qo'llayman. Bu Xonzoda har qanday ishni g'osh-g'oshlik qilib o'tishni yaxshi ko'radi. Uzunga so'ziladigan suhbat, muzokaralardan bezor edi. Shunga u bu so'rindagi turli fikr takliflarga ortiqcha quloq solmay, go'sht kavoblarni yeb, qimizni bo'lishiga ichib o'rnidan turdi. To'sin atlarni ko'ndiradigan ishim bor edi. Mang'ashtiray. dedi u va oldi putlariga tushak silib, o'tloqqa qo'yib berilgan etining yeniga ketdi. Orda ahli bu xuyi o'sal Xonzodaning qamlashmagan qiliqlariga ko'nik edi. Shundaqdimi, so'rin ishtirokchilarining chiroylarida norozilik alomatlari aks etdi. Ularning bir-biriga ostirtin qarab qo'yishlaridan ko'pchilikni ko'zga ilmisimi mayli. Hech bo'lmaganda Qog'on otasidan ijozat so'rab mansa bo'lmandi. degan ma'no ro'shan sezilib turadi. Bayanchur Qog'on ularning ko'nglini tushundi va xuddi o'sha qoida yo'lini bilmaydigan o'g'liga o'xshash qo'lini bir silkib, "Kes ketaversin, qaringlar bo'lmasin" deb qo'ydi. Dal shu chaqda yosh bir chaparman qora org'amoqni ba'ayni qora quyundek uchirtib kelib, yerga chaptaslik bilan sakrab tushdi-da, Qog'onning oldiga kelib, ta'zim bajo keltirgandan keyin ma'lumot berdi. Qitollarning elchilari buyuk Qog'onimizga salom berish uchun kelyotdi. Peqir maxsus mushu xabarni yetkazish uchun ulardan burun yetib keldim. So'rin ishtirokchilari bu ma'lumotni anglab jonlanib ketdi va chaparmanga qiziqib qarashdi. Hammaylar qitollarning bu yerga nima vajidan keladiganligini bilishga oldiraydi. Elchilar bu yerga qachon yetib keladi? Farzimcha, ular ati yetib kelishi mumkin. Qitollar tarafdan elchilarning kelishi Uyg'ur ordisi uchun haqiqatan kutilmagan xabar bo'ldi. Uyg'ur xonligi qurilgan dastlabki mezgilda qitollar 9 tatar xalqi bilan birlashib Uyg'urlarga qarshi urushgan edi. Keyin tatarlar Uyg'ur xonligiga qo'shildi. Lekin qitollar toki hozirga qadar o'qitchilik qilib kelmoqda edi. Endi ushtum tut ulardan elchi kelishi nimadan derak berdi?
Ular zada qandaq elchilar? Tinchlik elchilarimi yoki urush elchilarimi? Degandek Qitan elchilari atisi kashga yaqin Boyanjur qog'inning O'rxun daryosi bo'yig'i qurilgan yozliq qarorgohiga yetib keldi. Oldin tayyorlab qo'yilgan shaman qog'in chidirining ishik oldiga gulxan yoqtirib, qitonlarni shu gulxan atrofidan 9 qitim aylantirib, bo'ri bayrog'iga 9 qitim ta'zim qildirgandan keyin qog'in chidiriga kirishga ruxsat qildi. Boyanjur qog'in uchsiga o'ng yenidan izmilanadigan qizil tovarton. Beshiga xuddi shundaqli qizil tovar yog'liq chekkan holda oltin taxtda o'ltirib elchilarni qabul qildi. Kimxob liboslarni kiyishgan Qiton elchilari oltin taxtning oldiga kelib, qoida bo'yicha 9 ta'zim qilishdi. Tangri yaratmış Boyanjur el-atmish belgi qog'onning umri uzun bo'lsin. Saltanat asoslari mustahkam bo'lsin. Marhamat, o'ltirg'aysizlar. Elchilar gilam ustiga tizib silingan iyiq va qoplon terilariga chosa qurib o'ltirishdi. Bosh elchi Qiton xonining uzundan uzun salom va yaxshi tilaklarini tafsiliy yetkazgandan keyin muddatsini bayon qildi. Yaqindan buyon Tabg'ach sang'ullardan Allushan bir necha qitim qo'shin tortib bizga hujum qildi. Biz Tatabi qabilasi bilan birlashib mudofaa ko'rgan bo'lsakmi, Tabg'ach qo'shinlari sanjahatda noiti ko'p bo'lganligi uchun ularga taqobil turish baktas keldi. Tatabi qabilasi mag'lub bo'lib chechilib ketdi. Bizmi o'zimizning tog' daryolarimizdan chekinib chiqishga majbur bo'ldik. Allushan texech to'xtamay hujum qilyotdi. Büyük Qariqton xonligi qiyin ahvolda qoldi. Bizga ma'lum bo'lishicha, Allushan Uyg'ur qabilalariga hujum qilib, ig'vogarchilik silyotdi. Shundoq, Allushanni hozir Tabg'ach xoni Tongshanzongmo boshqara olmay qelyotdi, dedi Boyanjur qog'in. El-atmish belgi qog'on to'g'ri gap qildi. Tang davlatining ordisi Allushan qatorliq bir qism sang'ullarni tizginlayolmay amalsiz qilyotdi. Shuning uchun biz o'zimizni qo'g'dishimiz kerak. Bu jihatda Buyuk Qariqton xonligi bilan Uyg'ur xonligi o'rtaq manfaatga ega. Boyanjur qog'in bu fikrga qo'shiladiganligini ifodalab beshini lang'ishitdi. Qiton elchisi uning bosh lang'ishitishidan rag'batlanib, texmo dodil so'zladi. Biz o'z taqdirimizni sizlarga bog'lashni birdan-bir to'g'ri yo'l deb hisoblaymiz. Bizning donishmand guruhonimiz qudratlik el-atmish belgi qog'onga ini bo'lishni xohlaydi. Biz o'zimizning ona makon, tog' daryolarimizni Uyg'ur xalqiga qo'shib o'tib, ming yillar tuman kunlargacha buyuk el-atmish belgi Boyanjur qog'onning sodiq puhrolari bo'lib yashashni sharaf deb bilamiz. Elchining aytqanlari Boyanjur qog'on va uning vazirlarining kutganidan zo'r darajada eshib tushdi. Boyanjur qog'on taxtga o'tirgan 10 yildan buyon Qitonlar Uyg'urlar bilan izchil turda dushmanlashish maydonida ching turib kelgan edi. Bu jarayonda Qitonlar bir necha qitim keng ko'lamda qurolliq ig'vogarchilik qilgan. Ba'zida o'zlari, ba'zida boshqa toifalar bilan birlashib Uyg'urlarga qarshi urush qo'zg'agan edi. Mana endi palakchoqqa aylanib kelib taqdirni o'zgartdi. Burunqi raqiblar endi do'stlik va qarindoshlik hissiyotini izhor qilmoqda. Boyanjur qog'on elchilarga qizg'in muomalada bo'ldi va qo'y, ot so'yib ularni mehmon qildi. Biz azaldan mushu kang yayloqlarda birga yashab kelyapmiz. Hammamiz dalada ko'chib yurib chorvachilik qiladigan xalq. Ko'k tangri iltifot qilib, havo yaxshi bo'lsa, o't cho'plab buluq o'ssa, sizlar bilan biz mol chorvalarimizni samirtib boyashachilikda o'tamiz. Mubodo ko'k tangrining g'azbi kelib, qishda shevirg'on, yozda qurg'oqchilik epkasa, yanala mushu yayloqlarda yashayotgan sizlar bilan biz joponi tang tortamiz. Demak, sizlar bilan bizning taqdirimiz o'xshash. Ittifoqlashib, birlashib yashsak kuchimiz oshidi. Xalqlarimiz tinch, xotirjam tirikchilik qiladi. Bo'linsak, dushmanlashsak,
Oxirgi hisobda bizgimi, sizlargimi hech qancha foyda yo'q. Әтсі баянчыр қаған бұйрық вә санғоллар білән баш қошып, қыталларға ярдамчы қошын әвәтішіні қарар қылды. Yardımcı qo'shinga o'g'lim Qutlug' Yabg'o qo'mondan bo'lsin. Bosh ustiga qolgan ota. Баянчыр қаған өзінің енida o'ltirgan Inanchu Tunbaga Tarqanға murojaat qildi. Siz qo'shilamsiz? Albatta qo'shilaman. Siz buyruqlar boshliqi. Boshqa gaplaringiz bo'lsa aytib, bizga aql ko'rsatmamsiz. Baga Tarqan odati bo'yicha sal to'xtab olib, tamkinlik bilan so'zladi. Yiroqqa yurguchi qo'shinga Yabg'umning qo'mondan bo'lgani toza ko'ngildagidek ish bo'ldi. Endi Yabg'umga tupak olib shulni yordamchi va maslahatchi qilib qo'shib qo'ysak, texmi yaxshi bo'ladi. Tüpek olib shul yog'loqar urug'idan bo'lib, Баянчыр qog'onning yaqin tuqqanlaridan biri edi. Hamda o'rdadagi oqil va qobil amaldorlardan hisoblanadi. Qog'on bu amaldorni nima uchun o'g'liga yordamchi va maslahatchi qilish fikrining o'tirg'i qo'yilganligini tushundi. Cho'ng xonzoda Qutlug' Yabg'o qaysar bo'lib, zo'r qo'shinlarga qo'mondonlik qilish iqtidoriga ega bo'lsa-mu, may sharobga ortiqcha berilib ketib, ba'zida o'ylamay ish qilib qo'yadigan kamchiligi bor edi. Shunga uni tupak olib shuldek obro'yli bir shaxsning tizginlab turishi aqlga muvofiq edi. Yaxshi gap, dedi qog'on va Baga Tarqanga qarab tasdiqlagan tarzda beshini irg'itdi. Ondan nazarini amaldorlar orasida o'ltirgan tupak olib shulga oqtirdi. Amsa, sizmi yurishga tayyorlik qiling, tupak olib shul. Bosh ustiga buyuk qog'onim. Qutlug' Yabg'o gap qilmadi. Lekin ro'shan sezilib turgan norozilik bilan tupak olib shulga, ondan Baga Tarqanga olib qo'ydi. U o'z bag o'z xon bo'lib, tanho harakat qilishni yaxshi ko'radi. Yordamchi, maslahatchi deganlardan to'limi bezor edi. Bu tupak degandan oqsoqollik qilib, hamma ishga chat kirib olishi turgan gap. Mava Baga Tarqan degan narsa doim mushundoq menga putlakashon bo'ladi. Otammo meni bak erkinlashib ketib, osmonni o'rvatmasin deb hamisha bir ish qilay desamlar, mushundoq kushandadan birini putimga chitib qo'ydi. Bo'ldi. Suhbatimiz mush yergacha bo'lsin. Sizlar tupak olib shul bilan ishkinglar darhol chiqib qo'shinni radga silinglar. Ata yo'lga chiqsizlar. Qutlug' Yabg'o bir eg'izmi gap qilmasdan, hatto qog'on otisiga rasmiyat bo'yicha bo'lsa-mu ta'zim bajo keltirmasdan gurs-gurs tasab chetirdan chiqib ketdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Hey, Lushan degan makas! Olmasam, ko'ranglab jahonga patma yuribsan. Mo'chi bo'lsam, chiqa qini. Okan qarg'ayni tonib qo'y. Sening bilan birga bir ilish aylab keldim. Otsi botasi buqa qazo topgan edi. Endi o'g'lim otsining kaynidan ketibdi-da. Bu nima degan ichinishli fojia. Hay bechora, hay bechora. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zahoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar.